yana bitta korobka zakazim keldi. Hozir bu korobkada nimalar bor? Sizlar bilan birgalikda ochib ko'raman. Buni sizlarga ochib ko'rsataman. Buni ichida bizada naborlarimiz kelgan, skidka narxda, hozirgi narxdan. Mana ko'rayotganingizdek, har doimgidek nakladnoy. Bu yerda mana korobkalarimiz ichi to'la. Mana bu naborni agarda kim dostavka, besplatno dostavka qildirmoqchi bo'lsa, shuni tanlasa, bu nabor где-то 2000-2200 rubl atrofida kelyapti. Va bu yerda sprey, Love Potion atrini spreyi, bu sprey 75 mg parfyumerniy sprey, hozir yozga juda ham zo'r. Va bu yerda Mr. Jardani atri, bu murskoy atir 75 mg parfyum bu. Bu yerda Eclat atri, mana bu Eclat femni hamma yaxshi biladi. Bu 50 mg женский. Buni hozirda olishingiz mumkin где-то 1800 rublga, lekin o'zingiz registratsiya bo'lib nomingizga zakaz uradigan bo'lsangiz, bundan ham arzon narxda olasiz. Va bu yerda qaranglar, o'zim yaxshi ko'rgan yana svejiy atirdan zakaz qildim. Buni o'zimga zakaz qildim, yana chunki bunday senada kelmaydi. Hozir уже nabori bilan kelyapti. Bu nabori bilan где-то 1999 ga kelyapti, lekin undan ham sizlar arzon olsangizlar bo'ladi. Qaranglar, вообще zo'r. Atirni hozir birgalikda ochib ko'ramiz sizlar bilan. Mana qaranglar, atirni ko'rinishini. Mana shunday ko'rinishda, krishkalari ham juda ham приятный. Oldingi safar o'zimga olganim o'zi уже qizlar olib qo'ydi, chunki buni hidi juda ham приятный и shirin emas, o'tkir emas, o'rtacha hidni yaxshi ko'radigan qizlarimizga hammaga yoqadigan aromati bor. Bu parfyum, tim bo'lib bu parfyum hozir yozga, bahorga juda ham to'g'ri keladi. Ko'rinishi mana shunday ko'rinishda. Shu narsalar, mana shu hamma zakazlarim atigi 5405 rublga keldi. Mana shuncha. 5 ta atir, bitta krem, hammasi.